Toshkent shahrining markazidan kvartira olmoqchi bo'lgan har do'stlarimiz uchun Toshkent City ro'parasi Drujba yonida joylashgan hujjat bo'yicha Chilonzor tumaniga qaraydigan 9 qavatli uyning 3-qavatida 3 xonali kvartira sotuvga qo'yilyapti. Ko'p tanishtirib ko'rsatib o'tamiz. Ushbu xona demak oshxona. Bu yer veranda bo'lgan, verandaga oshxona olib chiqilgan. Mana bu yer demak oshxona o'rni bo'lgan, bu yer dam olib o'tiradigan sharoit qilingan. Planirovkasini tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Asosiy kirish eshigi. Kirganimizda bu yerda kengina to'rtburchakli hovli bor. Dastlabki birinchi bitta xona. Bu yerda ikkinchi xona. Verandasi bor. Verandasini ochib, kengaytirib qo'shib olsangiz bo'ladi. Bitta remont qilib olishingiz kerak. Bu yerda 3-xona. Bu yerda ham verandasi bor. Verandani ochib o'zgartirishingiz mumkin. Va sanuzel. Alohida bu yerda vannaxona ko'ryapsiz, katta va kengina, ichkarida kladovkasi ham bor va bu tomonda hojatxonasi. Maydon 97 kvadrat metr, Chilonzor tumaniga qaraydi, Toshkent City Drujba yonida joylashgan 9 qavatli 3-qavatda ushbu kvartiramiz 139 ming AQSh dollar sotuvga qo'yilyapti. Agar shahar markazidan kvartira olmoqchi bo'lgan har do'stlarimiz bo'lsa, sholda yashashingiz ham bo'ladi, ijaraga qo'yishingiz ham bo'ladi, remont qilib olishingiz ham mumkin. Verandalarni ochsangiz yana kattaroq, chiroqroq xonadonga aylanadi. Qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga bog'lanib, kelib ko'rib, egallarning yuzma-yuz gaplashib, savdolashishingiz mumkin.